Hammaga assalomu alaykum. Inkubatsiyaga tuxum qo'yishdan oldin tuxumlarni yaxshilab yuvib olish kerak. Ko'proq yuvmaydi. Keyin tuxumlari ham ochilmaydi. Nima sababdan? Bir 10 kun o'tgandan keyin upload bo'lsa ham bir 20 kungacha borib turib ko'p cho'chachalar o'lib qolishi mumkin tuxum ichidan. Sababi prosta infeksiya rivojlanishi mumkin. Mana shu 20 kungacha keyin cho'chachalar ochilmay qolishi mumkin. Ichida upload bo'lishi ham mumkin. Upload ichida prosta qotib qoladi. Shuni oldini olish uchun tuxumlarni yuvib olish kerak. Hamma har xil yuvadi. Men masalan margansovkaga yuvaman. Buni обычный раствор margansovka qilib olasizlar mana shunday. Keyin mana tuxumlarni ko'ryapsizlarmi? Qon, bo'qinqlari bo'ladi. Shularni обязательно yuvib olish kerak, tozalash kerak. Yuvmasdan qo'ysang ham bo'ladi. Cho'chalar ham ochilib chiqishi mumkin. Ochilib chiqadi ham, только protsenti kam bo'ladi, keyin inkubator yana sasib ketadi. Juda ham sasiydi endi. Shuni ham oldini olamiz, mana shuni yuvishimiz kerak. Qanday yuvishimiz kerak? Prosta ikkita rasvor margansovka qilib olasizlar. Margansovka tez kir bo'ladi, shuning uchun suv almashtirib, yo bo'lmasam bunga yuvgandan keyin bunga bitta cho'mib oltirib, sразу issiq joyga qo'yasizlar. Mana men pechkani tagiga qo'ydim, tezroq qurish uchun. Mana shunday qilib turib tozalab, qurigandan keyin inkubatorga terib qo'yish kerak.